Bugun San Sebastiandan qolishmaydigan yumshoqqina tvorojnik pishiramiz. Avval un bilan margarinni yaxshilab aralashtirib olamiz. Keyin shakar qo'shamiz. Mana shu piyolada to'ylar to'lmas 1 choy qoshiqda razrixetil solib, unli massamizni yaxshilab qo'shib olamiz. Endi tvorogga o'tamiz. 2 ta tuxum qo'shib, 1 piyola to'ylar to'lmas shakar, hammasini qo'shib, vanilin qo'shsalar ham bo'ladi. Menda yo'q edi. Aralashtirib olamiz. Formichkamizga unni 3 dan 2 qismini solamiz. Ozgina qolgan unimizni tvorogni ustidan sepish uchun olib qo'yamiz. Tvorogni hammasini solib bir xil qilib tekislab olamiz. Keyin ozgina qolgan unimizni ustiga sepamiz. Chiroyli qilib bir xil qilib sepish kerak. Tvoroglari hammasi yopilsin. Menda bitta banan bor edi. Bu ixtiyoriy, so'masalaringiz ham o'zi ham zo'r chiqadi. Bananlarni chiroyli qilib terib chiqamiz va ustidan ham mana shu unli massamizdan ozgina sepishimiz kerak. Saqlab qo'yib, men videoga olmabman, ko'rinmay qolibdi. Keyin duxovkaga yuboramiz. 200 gradusda 30-35 minutda pishib chiqadi. Pishib chiqqandan keyin sal sovutib olish kerak qizlar. O'shanda tvoroglari sal qotib, yaxshi ajralib chiqadi. Kesganlaringizda chiroyli yumshoqqina pisochniy tvorojniy piroglarimiz tayyor bo'ldi. Qilib ko'ringlar. Juda ham mazali, maslahat beraman. Og'izlaringizda eriydi.